Основной долгу 30.342 сом 89 тиен. Пениясы менен 507 сом пениясы. Ошондо общийси 30.851 сом qarzi var. Osso Gazprom Qirg'iziston kompaniyasining O'shgaz filiali xodimlari bu kabi reydlarni joriy yilning fevral oyidan beri uyushtirib kelishadi. Bugun ham Zangori olovdan qarzi bor foydalanuvchilar gazlari kesildi. Tabiiy gazsiz qolganlarning qarzi 2000 so'mdan boshlanib 30.000 so'mgacha yetadi. Reyd davomida Zangori olovsiz qolganlar norozilik bildirishdi. Bunayla söylesi tushunmaysiz belki bayki. Bunayla söylüyormuş siz daha. Ne kılasınız? Çık desem aklım var. Stres bolsa diyor. Sen pulun taraf koy. Pulun taraf koy. Bunlar nime? Mustafa bundan hala. Oğlum çık var bunu çık. Çık. Al Korktuğun İslam sen getirdin. Ben nomerini sor. Bak tölüp kresin mi? 10 minut terminal çık kayda diyor. 3 dolar girdi. Siz hadislarla ne hadislarga aytdim. Men ko'laymi o'g'limga telefon qilib satlar uzr bor deylar. Gazsiz qolganlar uni qayta tutashtirish uchun qarziga qo'shimcha 3200 so'm to'lashi kerak. Ular bilan tushuntirish ishlari olib boriladi. Hozircha bu kabi reydlar o'z natijasini bermoqda, deydi Gazprom Qirg'iziston kompaniyasi xodimlari. Жалпы 1000 сомдон ашык карзы барлар 5240 абонент бар. Алардын жалпы карзы 22 миллиондон ашык. Бүгүнкү күндө. Рейд бул ай сайын болот, жума сайын болот. Ошондуктан эгерде көрүп жаткан абоненттер карзы барлар болсо, ошо төлөп койсо, bizden ошолордон суранат элек да, төлөп койсун. 3 oy davomida tabiiy gaz haqqini to'lamaganlar quvurlari kesilmoqda. Undan avval har bir yashovchiga og'zaki ogohlantirishlar berilgan. Бул абоненттерге мурда бир нече ооз-2 кат жүзүндө эскертүүлөр берилген. Бирок ага карабастан ушул абоненттер убагында иштетилген газ үчүн төлөмдү төлөбөй жүргөн үчүн ушундай рейдтер жүргүзүлүп, ушул төлөбөгөн абоненттерди биз газды кыркууга мажбур болуп жатабыз. Анан төлөгөндөрдү на месте төлөтүп, предупреждение берип ketdi. Bugun reyd davomida ba'zi qarzdorlar gaz pulini to'lagan hollari ham bo'ldi. Bu kabi reydlar shaharning boshqa tumanlarida ham tashkil etiladi.